Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 2-oktyabr sanasida olma bexi do'stlar ko'rishlaring mumkin. 4-oshga o'tgan bexini olganini ko'ringlar. Olma bexi bahorgacha turaveradi, ham omborda, ham xaladinga qo'yishlaring mumkin. Ortcha mehnat maqimida kam suvlarga ham cho'radi. Do'stlar bexini olganini baho beringlar. Hozir mana shu bexi 15 ming so'm, holatiga qarab 10 mingdan 15 ming so'mgacha bo'lyapti. Bu hali xudo xolasa yana ko'tariladi. Sizlarga endi haqiqatan ham bex shirinadiganlarga do'stlar qipig'i bo'ladi mana. Uni ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana sap sariq bo'lib, mana go'zalligini qarang. dangilladi. Haqiqiy pishdi. Endi sizlarga aka bexini yeb ko'rsatmayapsiz deganlarga mana do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Yetkazganiga shukr. Bexi to'liq yetildi do'stlar mana. Uni ko'ringlar. Mana bex. Bismillahirrohmanirrohim. Bu bexini ko'ringlar shirinligini. Ko'rsating mana bexini qilgani. 3 ga 4 xizmat qilingan. Ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib, mehnatlarga yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.